Uchinchi savol. Malyar konsentratsiyasi va zichligi teng bo'lgan 300 gram kalsiy bromid eritmasiga. Mana kalsiy bromidning 300 gram eritmasi bor. Mana shu eritmani malyar konsentratsiya bilan zichligi teng bo'lgan 300 gram kalsiy bromid eritmasiga 200 gram natriy fosfat eritmasi qo'shildi. Natriy fosfat eritmasida 200 gram qo'shilgan. Reaksiyadan so'ng eritmada faqat bir xil tuz qolgan. Bu degani agar bundan ortib qolsa ikki xil tuz bo'ladi. Bundan ortib qolsa ikki xil tuz bo'ladi. Bir xil tuz bo'lgan. Bizning savolimizda ikki xil tuz chiqyapti, biri cho'kma. Bir cho'kmaligi uchun eritmada mavjud emas va natriy bromidning bir o'zi bir xil tuz bo'lgan. Bu bir xil tuz bo'lgan nima degani desa, kalsiy bromdan ham ortib qolmagan, natriy fosfatdan ham ortib qolmagan, demak reaksiya to'liq sodir bo'lgan. Ikkalasi to'liq reaksiyaga kirishgan. Birinchi marta o'qiyotgan odam malyar konsentratsiya bilan zichligi teng bo'ldi desa, bundan bir yechim topolmaydi. Lekin formulani yaxshi bilgan, ya'ni S malyar teng S foiz ko'paygan 10 ko'paygan zichllik taqsim mr degan formula mavjud. Nega bu formulani esladik? Chunki malyar konsentratsiya bilan zichllik degan formula faqat shu formuladagina birlashgan. Tushunarlimi? Mana shu formulada birlashgan. Endi bu formulada S malyar konsentratsiya mahrajda bo'ladi. Zichllik suratda bo'ladi. Agarda endi yangi savollarda foizi bilan massasini aytar, yoki malyar bilan foizini aytar, yoki malyar bilan 10 ni aytar, zichllik bilan molekulyar massasini aytar, nima bo'lgan taqdirda ham agar mana shu formulada ikkita narsa yashirilgan bo'lsa, nisbat berilgan bo'lsa, teng desa, mana shu formulaga qo'yib ishlaveringlar, chunki qisqaradi. Nega aynan qisqaradi deyapman? Chunki biri mahrajda turadi, malyar, biri suratda turadi. Hozirgi mana shu misolimizda malyari bilan zichligi teng deyapti. Bemalol x olaveringlar. Chunki olgan x dan baribir qisqarib ketadi. Nega qisqaradi desa, chunki zichllik suratda, malyar mahrajda qoladi. Aytiladiki. Keyingi savolda malyar bilan foizi beradi balki. Unga ham bemalol x olaveringlar, baribir qisqaradi. Keyingi savolda s foiz bilan molekulyar massasini aytadi. Yoki molekulyar massasining zichlligini aytadi. Bemalol x olaveringlar, baribir qisqaradi. Endi shuni qisqarishini isbotlaymiz. S malyarni bilmayman-ku masalan, x qilaman. Foizini ham bilmayman, y qilaman. Zichllikni 10 ni qo'yaman, zichllik o'rniga x qo'yaman. Nega? Chunki malyari bilan zichligi nima? Teng. Nega x qo'yaman? Mr kalsiy brom massasi 40 ga 160 200 bo'ladi. Shu tenglamani ishlayman. Bu tenglamani ishlaganimda 202 teng 10 xy bo'ladi, to'g'rimi? Xlar qisqaradi. 200 teng 10 y. Y teng 20. Y nima? Mana shu kalsiy brom eritmasining foizi. Demak, dastlab kalsiy brom 20% bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Bitta bu formula emas, boshqa formulalarda ham surati bilan mahrajini solishtiryaptimi? Bemalol x qilib tenglama ishlayveringlar, chunki baribir ham qisqaradi. Xo'p, bu javob 1. Birinchi savol javobi kalsiy bromidning foiz konsentratsiyasini toping deyapti. 20%. Tushunarlimi? Endi bu birinchi edi. Ikkinchiga o'taman. Ikkinchi ish. Mana ikkinchi. 300 gram kalsiy bromid eritmasi necha foiz? 100% mi? 20% li eritmamiz qancha? 60 gram kelib chiqadi. 60 gram bu kalsiy bromidning massasi. Ana shu 60 bo'yicha bemalol proporsiya qilaveringlar. Nega bemalol proporsiya qilamiz? Chunki eritmada yagona tuz bo'lgan. Yagona tuz bo'lgan degani ikkita tuz to'liq reaksiyaga kirishgan. 60 ni olib kelib bemalol proporsiya qilaveringlar. O'zi normada kalsiy 40 bu 160, 3 kara 200 600 gram. 23 dan 3 tasi 69. 69 ga 95 qo'shishimiz kerakmi? 4 ikkita 164 dan ikkitada. To'g'rimi? 164 dan 328 gram, 310 gram. Buni mol topaylik, 6 mol. Endi mana shu 60 bo'yicha bemalol proporsiya qilaveringlar dedik. Chunki to'liq reaksiyaga kirishgan bilib oldik, bildik ham.
32,8 gram 31 gram cho'kma 0,6 mol natriy bromid. Mana shu ishimiz 3-ish hisoblanadi. Tushunarlimi 3-ish? 4-ish yangi eritmaga o'taman. Yangi eritmaga o'tganda 300 gram eritmani massasiga 200 gram eritmani massasini qo'shaman va shu vaqtida 31 gram kalsiy fosfatni ayiraman. To'g'rimi? 469 gram yangi eritma. 469 gram yangi eritmaning ichida natriy bromid 0,6 mol. Tushunarlimi shu joygacha? Endi bu birinchi qism tugadi. Birinchi qism 4 ish bo'ldi. Ikkinchi qismga o'tamiz. Hosil bo'lgan eritmadagi brom ionlarni to'liq cho'ktirish uchun men yangi eritma chizayapman. 5-ish bo'ladi endi u. Hosil bo'lgan eritma natriy bromid eritmasi, suv ham mavjud. Ichida 0,6 mol natriy bromid bor. Eritmaning massasi 469 gram. Mana shu eritmada hosil bo'lgan brom ionni to'liq cho'ktirish uchun, to'liq cho'ktirish uchun, hech kim ortiq qolmagan, ko'p solinmagan, kam solinmagan, to'liq cho'ktirish uchun nimadir qo'shamiz. Demak, kumush nitrat eritmasi qo'shamiz. Kumush nitrat eritmasi. Kumush nitrat eritmasi qo'shyapmiz, lekin bir narsa, kumush nitratning foizi bilan moliyarini nisbatini bergan, to'g'rimi? Endi bundan xavotir olmanglar. Hozir ogohlantirdim. Foiz suratda bo'ladi, molyar mahrajda bo'ladi. Bemalol qisqara oladi. Demak, reaksiya kirishadi natriy bromid bilan kumush nitrat. Kumush brom uchun sifat reaksiya. Kumush bromid sarg'ish cho'kma natriy nitrat hosil bo'ladi. Yangi eritma chizaman. Yangi eritmadan natriy nitrat yozaman. Suv yozaman. Kumush bromid cho'ktiraman. Kumush nitrat ortib qolmagan, yozmayman. Natriy brom ortib qolmagan, yozmayman. Nega? Chunki to'liq cho'ktirish uchun deyapti. Demak, mana shu kumush nitrat natriy bromdagi brom to'liq cho'ktirilgan. Hech qanaqa ortiqcha yoki kam solinmagan. 0,6 bo'yicha bemalol proporsiya qilaveringlar. Nega? Chunki to'liq reaksiya kirishganda. 6-ish. 1 molimiz bilan 170 gram reaksiya kirishadi. Kumush bromidning massasi 108 ga 80. 188 gram cho'kadi. Natriy nitratdan 1 mol paydo bo'ladi. Bizak natriy bromid 0,6 mol. 0,6 mol bilan kumush nitratdan 102 gram reaksiya kirishadi. 0,6 ni 188 ga ko'paytirib 1 ga bo'lishimiz kerak. 94 88 necha? 112,8 gram cho'kmamiz bor va 0,6 mol natriy nitratimiz bor. Bu 6-ish. Natriy nitratga 0,6 mol yozib qo'yaman. 0,6 mol yozaman. Endi qayna savolda o'qiyapman. Hosil bo'lgan eritma 856,2 gram bo'ldi deyapti. Mana yangi eritmani massasini bizdan oldin aytib qo'yapti ular. Yangi eritmani massasi 856,2 gramligini aytyapti. Hosil bo'lgan eritma 856,2 gram va tuzning massa ulushi 6,8% bo'lguncha e'tiroz qilindi. Vadan keyin kerak emas hozircha. Hosil bo'lgan eritmani massasi 856,2 bo'ldi. Yozib qo'ydik. Endi mana 7-chi keldik. Buni massasi bilmayman. Aytmagan, x qilaman. X qildik. Endi 7-da eritmani massasi x qilgan bo'lsak, mana pastda 8-chi bo'ladi. Bu eritma necha gram? 469 gram. Bu eritma necha gram? X gram. Birdan teng qilmanglar, ayiringlar. 112,8 ayiringlar. Chunki 469 ga x gram eritmani qo'shdik va 112,8 ayirdik, o'shanda 856,2 kelib chiqdi. Bu tenglar mana shashimiz kerak. X teng 856,2 ga mana 112,8 qo'shib o'tadi. 469 esa
ayirishib o'tadi. X teng 856 bilan 2 ga 112 8 ni qo'shsak va 469 opshib 500 gramm ha. Umumiy 500 gramm eritma bo'ldi. 500 gramm eritma ana shu kumush hidrat eritmasi. Ichida qancha kumush borligini topib bo'lganmiz. 102 gramm kumush bor. Chunki proporsiyadan kumush massa, kumush hidrat topganimizda 102 chiqdi. Ana shu kumush hidratning hammasi, chunki to'liq sarflangan. 9-ish. Kumush hidratni massasini topaman. Ya'ni foizini topaman. 102 gramm kumush hidratning massasini 500 ga bo'laman. Shunda kumush hidratning foiz konsentratsiyasi kelib chiqadi eritmasini. 20.4%. Demak, kumush hidrat 20.4% ekan. Endi mana bu yerda S foizini simalyarga bo'lsang 13.6 chiqadi degan yozuv ko'rdilaringmi? O'sha ishdan foydalanamiz. Bunda 10-ish bo'ladi. 10-ish. Aytyapti, 10-ishda foiz konsentratsiyasini malyar konsentratsiyaga bo'lsang deyapti. 13.6 chiqadi deyapti. Foiz konsentratsiyasi qancha? 20.4. 20.4 ni simalyarni x qilaymi? Bo'lsam 13.6 chiqadi deyapti. Joy nima qiladi? Almashandi. 20.4 taqsim 13.6 teng x bo'ladi. X teng 1,5 malyar bo'ladimi? Demak, savolda aytayaptiki, ikkinchi savolda kumush hidrat eritmasining hajmi topilsin deyapti. Kumush hidrat eritmasining hajmini topishimiz kerak. Endi hajmini topadigan bo'lsak, 11-ish javob 2. Kumush hidrat eritmasining hajmini topishimiz kerak. Kumush hidratni moli bilan simalyarini aytishdan kerak. Simalyari 1,5 malyar deb topib bo'lganmiz menimcha. Faqat moli qolgan. Bu kumush hidratning moli topishim, kumush hidrat 102 grammmi? 102 ni o'zining massasi 170 ga bo'lsam 0,6 mol bo'ladi. Hajm topish uchun molni malyarga bo'lish kerak. Molimiz 0,6, malyarimiz 1,5, 0,4 litr, millilitrda 400 millilitr bo'ladi. Mana shu javob 2. Tushunarli bo'ldimi? Endi savol davom etamiz. Hosil bo'lgan eritma tuzning massa ulushi 6.8% bo'lguncha e'tiroz qilindi. Hosil bo'lgan eritmani hisob qilinglar. Demak, biz 10-ish bo'lsa 11-ga keldik. Natritrat eritmasi bor, suv bor. Natritrat eritmasidan natritrat necha mol? 0,6 mol va 856 2 gramm. Massasi 856.2 gramm. Moli 0,6 mol. Natritrat eritmasi bor. 6.8% bo'lguncha e'tiroz qilindi. E'tiroz qilaman. Natr nitratda e'tiroz qiladigan bo'lsam, katodga vodorod chiqadi, anodga kislorod chiqadi va natritratga tok tegmaydi va natritratning miqdori o'zgarishsiz qoladi. Yangi eritma hosil qilaman. Yangi eritmada natritratning miqdori o'zgarmagan, suv ozgina kamaygan. Natritratning miqdori 0,6 mol edi. Shu 0,6 ni ko'paytiraman. O'zining massasi 23 ga 62, 85 ga ko'paytiraman. Demak, bu bizning 10-ish bo'lsa, bu bizning 11-ishimiz bo'ladi. Necha ekan? 51 gramm ekan. 12-ish. Mana shu 51 gramm natriy nitrat foizi berilgan-ku, necha foiz bo'lguncha e'tiroz qilgan? 6.8% bo'lguncha e'tiroz qilgan. Demak, mana shu 6.8% bo'lgan. 100%imiz qancha desak, mana shu eritmaning massasi kelib chiqadimi? 750 gramm eritmaning massasi kelib chiqdi. Endi o'ylaymiz. Mana bu 856.2 edi. To'g'rimi? Bu 750. Bu kam. 13-ish. 856.2 dan 750 gramm yangi eritmaning massasi ayirsam 106.2 gramm, bu nima bu?
elektroz bo'lgan suvning massasi. Rostdan ham shuncha suv elektroz bo'lgan. 14-ish. Suvni 9 gram ekvivalentligiga 1 farad tok ketadimi? 106,2 gram suv elektroz bo'lgan bo'lsa, necha farad tok ketadi? 11,8 farad tok ketadi. Demak, eritmadan 11,8 farad tok o'tgan. Bu 14-ishmi? Endi 3-savolni o'qiymiz. Elektroz uchun sarflangan tok toping deyapti. Javob 3. Bizda bitta formula bor. Farad teng I ko'paygan T taqsim Q degan formula bor. Farad o'rniga 11,8 ni qo'yaman. Amper o'rniga 5,36 qo'yaman. Vaqt o'rniga x qo'yaman. 26,8 qo'yaman. Buni topadigan bo'lsam 5,36 ni x ga ko'paytirishim kerak va 11,8 ni 26,8 ga ko'paytirishim kerak bo'ladi. Demak, bu yerda qisqartirishni amalga oshirishimiz kerak bizlar. 26,8 2 ga ko'paytirgan qani? 26,8 2 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? Unda mana ikkasini qisqartiraman. Bu yerda 26,8 ga qisqartirsam 0,2 bo'lsa kerak. Bu yerda 26,8 ga qisqartirsam 1 bo'lsa kerak. Demak, 0,2x teng 11,8 bo'ladi. 2x teng 118 bo'ladi. Bittadan virgul suryapman. X teng 54. Bu soatdami? 59 soatdami? 59 soat vaqt ketgan. Mana shu sarflangan vaqt javob 3 bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, 14-ga kelganmiz. Davom etamiz. Hosil bo'lgan vodoroddan 15-ish. Biz bilishimiz bo'yicha suvni elektroz qildik. Suvni elektroz qilsak, katodga vodorod chiqadi, anodga kislorod chiqadi. Necha gram suvni elektroz qildik? 106,2 gram suvni elektroz qildik. Mana shu 36 gram suv elektroz bo'lsa, 2 mol vodorod chiqadi. 106,2 midi? Necha mol vodorod chiqadi? 5,9 mol vodorod chiqadi. Hosil bo'lgan vodoroddan nima qilgan bo'la qoling? Hosil bo'lgan vodoroddan is gaziga vodorod qo'shib metanol olgan. Demak, is gaziga mana shu vodorodni qo'shaman, metanol olaman. Tenglashtiradigan bo'lsam reaksiyani vodorod 4 ta va 2 qo'yaman. Hosil bo'lgan vodoroddan is gaziga vodorod qo'shib metanol olib foydalanib, organik modda konsentratsiyasi 1,7 molar bo'ldi. Muvozanat konsentratsiyasi 1/4, hajm 1 litr idishga bajarilgan. Muvozanat konsentratsiyasi haqida gapiryapti ekan, demak bu katakcha usulga tushadi. Kaysin dastlabki sarf bo'lgan muvozanat. Kaysin 1 2 1. Bu 16-chi. Endi vodorod 5,9 molda mana bu yerga qo'yish mumkin emas, chunki bu yerda konsentratsiyada qo'yish kerak. 1 litrga bo'lasizlar. Chunki savolda oxirida aytayaptiki, idish 1 litr hajmli idishga bajariladi deyapti. Unda 5,9 da 1 litrga bo'lsam 5,9 molar bo'ladi va mana shu yerga 5,9 qo'ysam bo'ladimi? Bu yerga 5,9 qo'yamiz. Bu dastlab 0 bo'lgan. Buni dastlabkisini bilmayman. Organik modda konsentratsiyasi 1,7 molar bo'ldi deyapti. Organik modda metanolmi? Muvozanatda necha bo'lgan? 1,7 bo'lgan. Tepaga necha qo'yaman? 1,7 qo'yaman. Koeffitsient bilan sarflangan o'rtasida proporsiya bo'ladimi? 1,7 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam 3,4 bo'lgan. 1,7 ni 1 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam 1,7 bo'lgan. 5,9 dan 3,4 ni ayiraman sarflanganini. 2,5 bu yerda ortib qolgan. Buni x qilamiz. Muvozanat x qilsak, buni dastlabkisi x plus 1,7 bo'ladi. 17-ish. Km topish uchun metanolni is gazi va vodorodning kvadratiga, demak, muvozanat konsentratsiyasini topish uchun metanolning konsentratsiyasini is gazi bilan vodorodning kvadratiga bo'lish kerak, to'g'rimi? Muvozanat konsentratsiyasi necha ekan desa 0,04 deyapti. Metanolning konsentratsiyasi 1,7, is gazining konsentratsiyasi x, vodorodning konsentratsiyasi 2,5 ning kvadrati. Demak, 0,04 pastga ko'paytiriladimi?
1,7 teng 0,04 ko'paygan x ko'paygan 2 kvadrati 6,25. 1,7 teng 6,25 ni 0,04 ga x ga ko'paytirsak 0,25 x bo'ladi. X teng 1,7 ni 0,25 ga bo'lsak 6,8 bo'ladi. 6,8 is gazining molyar konsentratsiyasi muvozanatdagisi. To'g'rimi? Lekin savolda, bizning savolimizda is gazining boshlang'ich konsentratsiyasi topib ber deyapti. Demak, javob 4. Is gazining boshlang'ich konsentratsiyasini topish uchun S1 topishimiz uchun 6,8 ga 1,7 ni qo'shamiz. Teng 8,5 molyar bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, ikkinchi savol. Zichlari 1,2 va zichlari 1,5 bo'lgan musulfat eritmalari teng massada aralashtirilgan. Zichlik 1,2 bo'lgan musulfat eritmasi, zichligi 1,5 bo'lgan musulfat eritmasi, ikkalasi massasi teng bo'lgan. Teng massada aralashtirilganda hajmi 300 ml bo'lgan, 30% eritma hosil bo'lgan. Demak, mana ikkita eritmaning massasi nima bo'lgan ekan desa, teng bo'lgan ekan deymiz. Hajm o'zgarishini hisobga olmang deyapti. Shunda birinchi ish. Bu eritmaning massasini x deb qabul qilamiz. Bu eritmaning massasi x bo'ladi. Chunki ikkalasining massasi teng aralashtirilgan. Bu eritmaning massasi esa x ga x qo'shsak 2x gram bo'ladi. To'g'rimi? Ana endi biz hajm topish uchun massani zichlikka bo'lishimiz kerak degan formulamiz mavjud. Unda buni hajmini topmoqchi bo'lsak, x ni 1,2 ga bo'lamizmi? Buni hajmini topmoqchi bo'lsak, x ni 1,5 ga bo'lamizmi? Uni hajmi esa tayyor 300. Demak, 300 ml topish uchun birinchi eritmaning hajmiga ikkinchi eritmaning hajmini nima qilishimiz kerak? Qo'shishimiz kerak. Unda 4-chi bo'ladi. 4-chi ish x taqsim 1,2 ga qo'shamiz x taqsim 1,5 ni hosil bo'ladi 300 taqsim 1. Ya'ni 300 ml da 300 taqsim 1 deb qabul qilyapmiz. Mahrajlarni umumiy qiladigan bo'lsak 60 qilsak, to'g'rimi? 12 bilan 15 ga umumiy mahraj 60. Buni 60 qilishga 6 qilsak ham bo'ladi, to'g'rimi? 6 qilishimiz uchun nechaga ko'paytiramiz? 4 ga ko'paytiramiz. Buni 6 qilishimiz uchun 5 ga ko'paytiramiz. Buni 6 qilishimiz uchun 6 ga ko'paytiramiz. Va mahrajlar bir xil bo'ladi. Tenglikda mahrajlar bir xil bo'lsa, tashab yuborsak ham bo'ladi. 5x 4x 1800 bo'ladi. 9x teng 1800 bo'ladi. X teng 200 chiqadi. Demak, bizning har bir eritmamiz 200 gramdan bo'lgan, bu eritma esa 400 gram bo'lgan. Chunki 2 kere 200 400 bo'ladimi? 400 gram bo'lgan. Bizga aynan o'sha eritma kerak. Ikkinchi savolni birinchi qismi tugadi. Bu birinchi qism. Endi ikkinchi qismga o'tamiz. Eritma 1 orqali 6,7 amper tok kuchi bilan ma'lum vaqt elektroz qilindi. Demak, bu yerda bizda mis sulfat eritmasi mavjud. Mis sulfat eritmasining hajmi 300 ml, massasi 400 gram. Sababi 2 kere x da x'imiz 200 chiqqan-ku. Demak, 400 gram. Va necha foizli bu? 30%. 400 gramimiz 100% bo'lsa, uning 30% mis sulfat ekanligidan xabarimiz bor. 120 gram mis sulfat bor. Bu 4-chi bo'lsa, bu 5-chi ish. Demak, 120 gram mis sulfat mavjud. Ushbu eritma 6,7 amper tok kuchi bilan ma'lum vaqt elektroz qilindi. Natijada kislotaning miqdori va elektroz qilaman. Elektroz qiladigan bo'lsak, mis sulfat elektroz qiladigan bo'lsam, katodga mis chiqadi, anodga
kislorod chiqadi, eritmada sulfat kislota qoladi va bizning yangi eritmamizda sulfat kislota mavjud. Yangi eritmada sulfat kislota mavjud. Natijada kislotaning miqdori tuznikidan 2 marta ko'p bo'lgan eritma hosil bo'ldi. Yangi eritma hosil bo'ldi, ko'rdik. Kislotaning miqdori tuzdan 2 marta ko'p. Qaysi tuzdan? Sulfat nima qilgan? Ortib qolgan. Chunki hosil bo'lgan kislotaning miqdori tuzligidan 2 marta ko'p bo'lgan yangi eritma hosil bo'lgan. Yangi eritmada sulfat ortib qolganligini aytyapti. Ortib qolgan taqdirda ham sulfat kislota ortib qolgan sulfatdan 2 marta nima? Ko'pligini aytyapti. 120 gram sulfatimiz mavjud. Shuni bo'laman sulfatning o'zi nimasiga? 160 ga bo'lsam, sulfatning moli kelib chiqadi. 0,75 mol kelib chiqadi. Va biz mana shu 0,75 mol sulfatni x molini elektroz qilamiz. Nega hammasi elektroz qilmaymiz desa, chunki hali sulfat ortib ham qolishi kerak. Ma'lum qismini x mol bilan elektroz qilamiz. Bilamizki, sulfatni 1 mol elektroz bo'lsa, 80 gram mis bilan kislorod chiqib ketadi. 1 mol sulfat kislota qoladi. X molidan 80x eritmaning massasi kamayadi va x mol sulfat kislota hosil bo'ladi. Mana shu 5-ish. Bu 6-ish. 7-ishga o'tamiz. 7-ishda sulfat kislotaning moli x mol deb qabul qilamiz, chunki x mol chiqqan. Sulfat necha mol desa 0,75 mol edi. X mol sarflangan. Buni moli 0,75 minus x bo'ladi. Bu ortib qolgan sulfatning moli. Demak, hosil bo'lgan sulfat kislota tuzdan necha marta ko'p miqdori desa, hosil bo'lgan kislotaning miqdori tuzligidan 2 marta ko'p. 8-ish. Kislotaning miqdorini tuzning miqdoriga bo'lamiz. Kislotaning miqdori x, tuzning miqdori 0,75 minus x teng nech chiqadi? X chiqadi. Chunki kislota tuzdan 2 marta ko'p deyapti. Shu tenglamani ishlayman. X teng 2 kira 0,75 1,5 minus 2x bo'ladi. 2x bilan qo'shib o'tsa 3x teng 1,5 bo'ladi. X teng 0,5 bo'ladi. X teng 0,5 degani tuzning miqdori 0,75 edi. 0,5 mol elektroz bo'lgan. Tushunarlimi? X mol edi, 0,75 mol edi. X mol elektroz bo'lgan. X'imiz 0,5 ga teng. Endi 9-ish. Biz sulfatni ikki qismini ko'rdik. Bir qismi elektroz bo'lganini ko'rdik, bir qismi elektroz bo'lmaganini ko'rdik. Sulfat umumiy miqdorda 0,75 mol edi. Shundan 0,5 moli elektroliz bo'lgan. Qolgan 0,75 dan 0,5 dan ayrsam 0,25 mol elektroliz bo'lmagan. Biz bilamizki, 1 mol sulfatga necha farad tok ketadi? 2 farad tok ketadi. Chunki misli vanildagi 2 da 1 mol sulfatga 2 farad tok ketadi. 0,5 moliga necha farad tok ketadi? 1 farad tok ketadi. Demak, jami 1 farad tok ketgan. Suv elektroz bo'lmagan. Sababi sulfat ortib qolyapti. Tokimiz sulfat tugata olmagan, suvga o'tmagan. Endi birinchi savol. Eritma 1 necha soat davomida elektroz qilingan deyapti. Javob 1 topish vaqti keldi. Javob 1. Bizning formulamiz bor. Farad teng E ko'paygan T taqsim Q degan formulamiz mavjud. Farad o'rniga 1 qo'yamiz. Amper o'rniga 6,7 amper qo'yamiz. Vaqt o'rniga x qo'yamiz. Soatda so'ralganmi? Soat so'ralgan bo'lsa 26,8 qo'yamiz. 1 kira 26,8 26,8 teng 6,7 x bo'ladi. X teng 26,8 ni 6,7 ga bo'lsak 0,4 4 soat ketgan ekan. Mana shu javob 1. Tushunarlimi? Endi savol davom etamiz. Hosil bo'lgan eritmaga 20% natriy OH eritmasi qo'shildi. Demak, bizning eritmamiz mana. Mana shu hosil bo'lgan eritma deyiladi. Ichida sulfati bor, sulfat kislotasi bor. Ana shu hosil bo'lgan eritma deb ataladi.
Demak, bizni nechinchi keldik? 9 bo'lsa 10-chi ish. Hosil bo'lgan eritma. Demak, H2SO4 bor ichkarida va mis sulfat bor. H2SO4 qancha bor desa x bor edi. Ximiz nech chiqdi desa 0,5 mol. Mis sulfat ortib qolgani 0,25 mol bor. Mana shu hosil bo'lgan eritma. Hosil bo'lgan eritmaga 20% natriy OH eritmasidan qo'shilganda neytral muhitga ega bo'lgan eritma olindi, deyapti. Demak, bunga hozir yangi eritma qo'shaman. Yangi eritma natriy OH ning eritmasi bo'lsin. Natriy OH eritmasi bo'lsin. Lekin neytrallansin, deyapti. Natriy OH eritmasi 20% eritmasi qo'shilgan. Neytrallandi degani bu yerda kislota qolmagan. Chunki bu buni eritmani muhiti kislotali. Mana shu natriy OH tushib, mana shu kislotani yo'q qilgan. Lekin natriy OH ichkariga tushib faqat kislotani tanlay olmaydi. Chunki bu yerda kislota bilan musulfat aralashgan. Ikkalasi bilan ham reaksiyaga kirishadi. Xo'p. H2SO4 va musulfat. Natriy sulfat bilan suv hosil bo'ladi. Bunga natriy OH qo'shsak, natriy sulfat bilan mis gidroksid cho'kmaga tushadi. Ko'k cho'kma. Demak, 1 molimizga 80 gram ketadi. Lekin sulfatsida 0,5 molda. 0,5 molimizga 40 gram ketadi. 1 molimizga 80 gram ketadi. Bu sulfatimiz 0,25 mol. 0,25 molimizga 20 gram ketadi. Umumiy hisobda bizning natriy gidroksidimiz 60 gram bo'ladi va mana shu 60 gram natriy gidroksid eritmada necha foiz? 20%. Agar biz 100% x qilsak, natriy OH eritmasining massasini topgan bo'lamiz. 300 gram ekan. Endi savolda aytayaptiki, qo'shilgan natriy OH massasi so'rayapti. Demak, bu javob 2. Ya'ni o'sha natriy OH massasi 300 gram bo'lgan eritmasi. Tushunarlimi? Uchinchisi. Agar eritma 2 elektroz qilinsa, kattada faqat mis vodorod hosil bo'ladi, deyapti. Endi men bu yerda eritma 2 ni sizlarga yasab berishim kerak. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, natriy sulfat va suv chiqadi. Mis gidroksid nima qiladi? Cho'kadi. Endi buni elektroz qilsak, kim elektroz bo'ladi? Suvmi? Faqat kim chiqadi? Vodorod chiqadi. Endi bu gap nima uchun kerak? Nima uchun eritma 2 elektroz qilinsa, katoda vodorod chiqadi, deyapti? Chunki mis qolmaganligini tushuntirmoqchi bo'lyapti sizlarga. Agar mis natriy OH bilan reaksiyaga kirishmasa, bu yerda mis qolsa, katodga vodorod chiqqani qo'ymaydi. Katodga mis birinchi bo'lib chiqadi. Lekin savolda faqat vodorod chiqdi degani misni ham to'liq nima qilgan? Neytrallagan. Tushunarlimi? Endi 3-savol. Tarkibi glavir tuzi bilan bir xil bo'lgan eritma hosil qilish uchun eritma 2 tarkibidan necha gram suv bog'latish kerak? Mana bu eritma 2 deyiladi. Eritma 2. Uning tarkibidagi natriy sulfat topsak, 1 mol natriy sulfat chiqadi. 1 moldan 80 gram 1 mol 0,5 molidan x qilsak 0,5 mol natriy sulfat chiqadi. 1 moliga 80 gram va 1 mol. To'g'rimi? Demak, buni x qilsak 0,5 mol bo'ladi. Demak, yangi eritmada natriy sulfatimiz necha mol bo'lgan desa, bu 0,5 ga 0,5 qo'shamizmi? Bu 0,25 ha? 0,5 ga 0,25 qo'shamizmi? 0,5 plus 0,25. 0,75 mol natriy sulfat bor. 0,75 mol natriy sulfat bor. Ana endi 3-savol. Tarkibi glavir tuzi bilan bir xil bo'lgan eritma hosil qilish uchun eritma 2 tarkibidan necha gram suv bog'latish kerak? Mana shu savol javobini topamiz. Javob 3. Javob 3 topish uchun bizga kerak bo'ladi
bizga kerak bo'ladi. Boshidan kelamiz. Boshidan. Bu eritma necha gramm edi boshida? 400 grammidi? 400 grammdan mis bilan kislorod chiqib ketdi. Hisob qiling. 400 grammdan mis bilan kislorod 82 chiqib ketdi. X'imiz nechaga teng? 0,5 ga teng. Demak, 400 grammdan shu chiqib ketdi. Shuni eslab qolamiz. Demak, bu yerda sulfat mavjud. Bu yerda sulfat kislota mavjud. Bu yerda eritma mavjud. Mana shu eritmaning massasi kerak javob topish uchun. Eritmaning massasi qancha desa, 400 grammdan ayiraman 80x di. X necha edi? 0,5 edi. Teng. 360 gramm bizda eritmamiz mavjud mana. To'g'rimi? 360 gramm eritmamiz mavjud. Endi mana shu eritmaga 20% natriy OH eritmasi qo'shdik. To'g'rimi? 20% natriy OH eritmasi qo'shdik. Mana o'sha holat. Mana 20% natriy OH eritmasi qo'shdik. 20% natriy OH eritmaning massasi qancha chiqdi? 300. Bu javob 2 dan kelib chiqdi. 300 gramm eritmasi bor edi. Bu yerga natriy OH eritmasini qo'shdik. Eritmaning massasi 300 gramm bo'ldi. Va yangi eritmasi bo'ldi. Yangi eritmada faqat natriy sulfat borligini aytdik. Faqat natriy sulfat bor va 0,75 mol natriy sulfat borligini ham aytdik. Eritmaning massasi keladigan bo'lsak, 360 ga 300 ni qo'shdik. Lekin bizning reaksiyamizda ko'rinib turibdiki, mana shu yerda mis gidroksid cho'kmasi paydo bo'ldi degan joyi ham mavjudda. To'g'rimi? Cho'kma paydo bo'lgani mavjud. Endi normada 1 molidan 80 gramm reaksiya kirishadi, 1 mol natriy sulfat paydo bo'ladi va mis gidroksiddan 98 gramm nima qiladi? Cho'kadi. Bizga 0,5 molimizdan 20 gramm reaksiya kirishdi. 0,5 mol natriy sulfat paydo bo'ldi va 24,5 gramm mis gidroksid nima qildi? Cho'kdi. Shu joy tushunarli bo'ldimi? 24,5 gramm mis gidroksid cho'kdi. Unda mana shu yerda nechini ayiraman? 24,5 gramm cho'kmani ayirib tashlayman. 635,5 gramm eritma mavjud bo'ldi mana. Mana shu eritmadan hozir sizlar bilan birgalikda suvni bo'g'latamiz. Suvni bo'g'latish uchun suvni massasini bilib olishimiz kerak-da. 0,75 ni ko'paytiramiz, mana shuni massasi 142 ga. To'g'rimi? Yarmi 71. Necha? 106,5 gramm tuz mavjud. Suv qanchaligini aytamiz endi. O'zi 635,5 gramm eritmamiz bor edi. Shundan 106,5 ni nima qilamiz? Ayirsak 529 gramm suv mavjud ekan. Tushunarlimi? Endi biz mana shu eritmani ko'rinishini qaranglar. Natriy sulfat va suv. Mana shundan biz natriy sulfat ko'paygan 10 ta suv tarkibli Glauber tuzini hosil qilishimiz kerakmi? To'g'rimi? Glauber tuzida natriy sulfat bilan suv 10 ta, 1 ga 10 nisbatda. Mana bu yerda bizning natriy sulfatimiz 0,75 mol, suvimiz 529 gramm. Bu eritma bu. Eritma. Undan Glauber tuzini hosil qilsak, suvni bo'g'latsak, tuzning moli o'zgaradimi? O'zgarmaydi. 1 mol tuzimizga 180 gramm suv to'g'ri kelishi kerak. 0,75 mol suvimizga qancha suv to'g'ri keladi deymiz? 0,75 ni 180 ko'paytirib 1 ga bo'lsak, 135 gramm suv qolishi kerak. Glauber tuzida 135 gramm suv qolishi kerak. Lekin biz eritmada suvimiz 529 gramm. Endi qancha suv bo'g'lanishi kerak degan savolga javob topsak, 529 dan 135 ni ayirsak qancha? 394 gramm suvni bo'g'latishimiz kerak. Mana shu javob 3.
Javob 3 topishimiz uchun mana boshidan keldim. Mis sulfat va sulfat eritmasi 400 dan mis bilan kislorod ayirib tashladik elektrolizidan. 360 gramm qoldi. 300 gramm eritmani qo'shdik. Keyin reaksiya kirishganda mis gidroksidni cho'ktirdik. 635 gramm eritma qoldi. Undan natriy sulfatni ayirdik. 529 gramm suv mavjud ekan. Lekin 529 gramm suvni bug'latishimiz kerak globir tuzi hosil bo'lishi uchun. Globir tuzida 135 gramm suv qolsa bo'ldi. Demak, qolganini bug'latib yubordik. Javobi 394. 4-savol. Eritma 2 tarkibida sulfat ionlarini to'liq cho'ktirish uchun eritma 2. Mana shu eritma 2 deb ataladi. To'g'rimi? Eritma 2. Ichida 0.75 mol natriy sulfat bor. Sulfat ionlarini to'liq cho'ktirish uchun sarflangan bariy xlor massasi toping deyapti. Bu reaksiya oson. 0.75 mol natriy sulfat bo'lsa, demak javob 4. Bu sulfat kislaga sifat reaksiya. Bariy sulfat oq cho'kma paydo bo'ladi va natriy xlor hosil bo'ladi. 1 mol natriy sulfatga bariy xlor 137 ga 71 ni qo'shsak 208 gramm bariy xlor ketadi, lekin bizning natriy sulfatimiz 0.75 molmidi? X qilamiz. Necha ekan? 156 gramm bariy xlor kerak bo'ladi. Bu javob 4. Tushunarlimi?